C Sharp haqidagi darsimizni davomlashtiryapmiz. Navbatdagi darsimiz Visual Studio bilan tanishish. Biz burungi darslarimizda Visual Studio'ning bir qism miqdorlarini ishlatdik. Masalan, kod yozish, ko'zonak laylash deganga o'xshash. Hamda bundan keyingi mazmunlarni texnik yaxshi tushunish uchun Visual Studio bilan atrofliq bir tanishishimiz zarur. Shuning uchun Visual Studio'ningki ko'znakdagi elementlar, ya'ni biz ishlatadigan asosiy mazmunlar, ko'znaklarni bir qator ko'rib o'taylik. Visual Studio'ni qo'zg'atdim. Visual Studio qo'zg'algan vaqtda odatda mushkil shaklda chiqadi. Bu yerda aktiv rayon faqat tizimlik va bu yerdagi boshlanish beti. Bu boshlanish betida yangidan projekt qurish yoki burungi tayyor projektlarni echish, undan yaqinda biz ochgan yoki ishlatgan projektlarni bu yerda tizimlikni ko'rgili bo'ldi. O'shani qolgan birini tanlasak, shu echiladi. Hamda bu qismidagi bo'lsa, tordan keladigan mazmunlar. Yani Visual Studio'ga munosabatli yangiliklar, paylaşım materialları degandek narsalar bu yerda chiqadi. Bu ko'znakni taqib o'tishga bo'ldi yoki bo'lmasa yangi projektni quraversak, bu o'zi yo'qaydi. Biz odatda yangi projekt qurgan vaqtda ko'pincha bu yerdagi new project degan ulanishni bosib qurdik. Amaliyotda bu tizimlik orqali qurg'ili bo'ldi. Yani bu yerdagi new project degan tizimlik a'zosini bosish bilan bu yerdagi new project degan tizimlikni bosish yana o'xshash. Biz oldi bilan projektni quraylik. Projektning ismi VS bo'lsin. Okay. Hozir qo'zg'algan holda Visual Studio'ningki bir o'lchamlik holda. Biz Visual Studio'ningki ko'znakdagi mazmunlar bilan bir boshdan tanishib chiqaylik. Oldi bilan bilib olganimiz tizimlik. Bu Visual Studio'dagi asosiy tizimlik hisoblanadi. Nurg'un mashg'ulotlar o'sha tizimliklarning ichiga to'plangan. Buni bir-birlab ko'rsak, oldi bilan hujjat tizimligi. Bu yerda yangidan projekt qurish yoki yangidan hujjat qurish, projekt echish deganga o'xshash mashg'ulotlarni qildi. Undan Visual Studio'dagi echilgan projektni taqash, echilgan hujjatlarni boshqa nomda saqlash degan ishlarni o'sha yerda tamomlandi. Hamda tahrirlash ko'znagi biz nurg'un yumshoq detallarni ishlatib ko'rgan, ko'pincha shu ko'chirish, chaplash deganga o'xshash mazmunlar va buningga o'xshash. Hamda bu view, ya'ni ko'rinmalar tizimligiga qarasak, bu yerda o'sha ko'znakda ko'rinadigan mazmunlarga doir tizimliklar bor. Masalan, kod ko'znagi va laylash ko'znagini echish. Masalan, hozir bu yerda laylash ko'znagi ochilgan, biz kod ko'znagini ochmoqchi bo'lsak, bu knopkani bossak bo'ldi. Kod ko'znagi ochildi, biz kodni o'sha yerga yozamiz. Hamda bu tizimlikdan kod ko'znagini bosish bilan bu yerdagi bu knopkani bosish o'xshash. Ikkisi bir xil ixtorni bajardi. Ondan biz laylash ko'znagi o'tmoqchi bo'lsak, tizimlikni yana shu knopkani bossak bo'ldi. Ondan başqa program Visual Studio tunji qatim qo'zg'alganda bir boshlanish beti ko'ringan, bu projekt qurgandan keyin yo'qolib ketdi. Navoda projekt qurilgan yoki echilgan holatdami uningki ehtiyojimiz tushsa, uni bu yerdan echib olsak bo'ldi. Ya'ni start page echildi. Burunqi boshlanish beti shu. Ondan başqa bu yerda Team Explorer, Solution Explorer deganga o'xshash ko'znaklarningki ulanishlar bor. Masalan, Solution Explorer bu joyni ko'rsatadi. Ondan başqa bu yerda nurg'un ko'znaklar bor. Biz burun ko'p ishlatgan ko'znaklardan birisi
output közneki. Yani biz konsolga bir narsa yazgan vaqtimizda program tuzish jarayonida mushu köznekde ko'rsatib turadi. Yana boshqa köznekler lazım bo'lsa, asosan mushu yerdan ochib ishlatib olsak bo'ldi. Buningdan boshqa bu Other Windows deganda boshqa közneklarni ochish bo'ldi. Hamda project tizimligi projektning ichiga yangidan ko'znak yoki bir kontrol deganga o'xshash mavzularni qo'shmoqchi bo'lsak, obyektlarni mushu yerdan qo'shsak bo'ldi. Hamda build deganimiz bu hosillash. Yana programmalar tuzilib bo'lgandan keyin biz buni hosillab ijro bo'ladigan programma qilib chiqaramiz. Hosilmoqchi bo'lsak, shu tizimlikdan build solution deganni bassak, hammani hosillaydi. Hamda debug tizimligi deganimiz bu debug degan gap uyg'urchada sozlash deb bilinadi. Yana bu yerdagi sozlash degan gap chalg'u sozlarni sozlagan vaqtdagi ahvolni ko'rsatadi. Ya'ni dutar tamburga o'xshash tarliq chalg'uni sozlab turib, uningki quloqini to'lg'ab, uni eng yaxshi holatga keltirish. Yana biz bu programmani tuzish va sinash jarayonida programmaningki o'zgarguvchi miqdor, uchurlarningki eqish yo'nalishi deganlarni bizningki hal qilgan loyimizning normal yurishayotgan unumlikmi emasmi deganlarni sinash jarayonimizni ko'rsatadi. Yana sozlash. Shuni eng yaxshi holatga akilish. Buni biz izchil ishlatib kelyapmiz. Yana F5 ni bosib yoki start debugging deb boshlab programmamizni ijro qilamiz. Yana buniki breakpoint, yani uzilish nuqtasi qo'shib kodlarning ichini ijro qilish jarayonida to'xtatib olib, uchurlar qanday o'zgaryapti deganlarni hammani tafsiliy ko'rgili bo'ldi. Endi bu team deganimiz yana bu yerda bevosita ma'nosi atrat degan ma'noda kollektiv programma tuzgan vaqtimizda projektni mulozimi turda qurib olib, nurg'unlagan odam shu bir projektga ulinib, o'xshamagan bo'laklarni ayrim-ayrim tuzidi. Bu birlashib, ondan mukammal bir programma oldu. Mushundaq vaqtda Team Foundation server deb bir server bor, nashr boshqarib turadigan. O'sha yerga ulab turib mashg'ulot qilamiz. Yoki haqsiz mulozimatlarni ishlasak bo'ldi. Codeplex, GitHub deganga o'xshash open source mulozimatlar bilan ta'minlaydigan open source programmalar uchun mulozimat ta'minlaydigan bekatlar bor. O'sha yerga ulab haqsiz ishlasak bo'ldi. Ondan bu yerdagi format degan tizimlik bu yerdagi ko'znakdagi kontrollarni to'g'rilashga ishlatiladigan tizimlik. Bu tools deganda bir qism qo'shimcha qurollar ta'minlangan, masalan sondan boshqarish deganga o'xshash. Bu test degani programmani sinashga ishlatadi. Odatda programmani kasbiy sinash jarayoni sal murakkab va texnikaligi yuqori. Bu cho'ng tipdagi programmalarda cho'qim elib berilmasa bo'lmaydigan jarayon. Buningki Visual Studio'ningki bu nashrlarda bir qism iqtidorlar ta'minlangan. Windows bu ko'znak bizning kod ko'znagimiz, laylash ko'znagimiz deganlar nihoyat ko'p ochilgan vaqtda bularni qanday qatlash, qanday tizib echish deganlarni boshqaradi. Bu yerda yordam temalarni chalaymiz. Visual Studio'ning ko'znagidagi tunishib oladigan ikkinchi mazmun qurol baldiqi. Bu yerdagi bir qo'lni ko'rsatadi. Bu yerda biz ko'p ishlatadigan iqtidorlarningki ikonlari tizilgan. Masalan, saqlash, echish, yangidan qurish, ijro qilish deganga o'xshash. Buni bevosita bosib bilan ijro qilamiz. Ko'p ishlatadigan narsalarni bu yerga chiqarib qo'ysak bo'ldi. Bu mazmunlarni o'zimiz xohlagancha qo'sha olamiz yoki chiqarib o'talaymiz, tanlab ishlatsak bo'ldi. Ondan bilib olishga tegishli yana bir narsa biz ko'p ishlatadigan toolbox, ya'ni qurol sanduqi. Bu yerda biz laylash jarayonida ishlatadigan
kontrollarning hammasi bu shayga tizilgan. Buning ichida command kontrol o'zigini ko'p ishlaydigan kontrollarni ko'rsatadi. Bu yerda knopka, text box, label deganga o'xshash narsalar. Har bir programmada bo'lmasa bo'lmaydigan ko'p ishlaydigan narsalar. Bu yerdagi kontrollarni ishlatishni yani keyingi darsimizda davomli ko'ramiz. Uningdan keyin xosliq. Bu xosliq ko'zniki. Bu yerda laylash ko'znikini biz qandaqliki bir obyektni kontrolni tanlasak, şunun xosliqlari bu xosliq ko'znikida ko'rindi. Biz buningki xosliqini bu yerdan tanlasak bo'ldi. Bu yerda biz cho'qim o'zgartirishimiz kerak bo'lgan bir qancha narsalar bor. Buni odat qilish kerak. Birisi kontrolninki ismi. Buningki cho'qim o'zimiz tushungili bo'ladigan ism qo'yishimiz kerak. Masalan, ko'znak bo'lsa, bu nimaga ishlaydigan ko'znak? Asosiy ko'znakmi, uchur ko'znakmi yoki tanshak ko'znakmi deganga o'xshash narsalarni bu yerda tushungili bo'ladigan holatda ism qo'yishimiz kerak. Ism qo'ygan vaqtimizda ism qarablan buningki ko'znakmi, knopkami, text boxmi uni bilgili bo'ladigan ism qo'yishimiz kerak. Yani ko'znak bo'lsa, buning formini qisqartib frm uningdan keyin ismini yasab bo'ldi. Masalan, tanshash ko'znak bo'lsa, frm settings degan ismni qo'ysak, biz buningkidan buning bir ko'znak ekanligini, buning tanshaklar bor, ya'ni tanshash ishlaydigan ko'znak ekanligini bilalaymiz. Masalan, bu bizning asosiy ko'znakimiz bo'lsa, frm main deb yazsak bo'ldi. Uningdan boshqa buningki ismi. Bu yerda form 1 deb atalgan programmamiz ijro bo'lganda mukammal bir programni tuzganda bunday qismlar chiqib qolsa bo'lmaydi. Shunga buningki programmaninki ismi yoki mush ko'znakning ismini aniq qo'yishimiz kerak. Bu xosliq ko'znaki. Ondan biz burunni ko'rib o'tgan bu xosliq ko'znakidan yana hodisalarni ko'rgili bo'ldi. Yani bu hadis knopkasini bassak hadislar ko'rindi. Buni xosliq knopkasini bassak xosliqlar ko'rindi. Buni ishlatishni kontrollarninki amaliy ahvoli qarab o'zimiz tanishib, ko'rib sinab o'rganib olsak bo'ldi. Endi yana bir ko'znak Solution Explorer. Bu bizninki qurgan projektimiz, yani türümüzninki hujjatlarning tizimligi ko'rinadigan joy. Odatda Visual Studio'ni qo'zg'atgan vaqtimizda cho'qim bir dona solution bo'ldi. Ondan keyin solutionning ichida project bo'ldi. Yani bir solution bir qancha projektni o'z ichiga oladi. Masalan, munosabatli bir qancha programmalar bo'lsa, buni ayrim-ayrim projekt qilib quramiz. O mustaqil programma bo'lib chiqadi. Lekin o moslashib ishlaydigan bir turdagi narsa bo'lsa, uni bir solutionning ichiga kelib boshqarsak bo'ldi. Bunda qo'ygan vaqtida biz bir vaqtda bir qancha projektni acha olamiz. O projektning hujjatlarini ayrim yangidan bir Visual Studio'ni qo'zg'atmay turibmi, uniki o'zgartirishga o'zalaymiz, sinay olamiz. Endi jiq projekt qurgan vaqtimizda uning ichida cho'qim birisi ijro bo'ldi bir qatimda. Buni mousening o'ng knopkasini bosib set start up project deganni tanlab qo'ysak, bu navbat qo'zg'algan projektni bildirdi. Odatda bir tanlan projekt bo'lganda buni tanlashning hojati yo'q. Ko'p projekt bo'lganda qo'zg'atmoqchi bo'lganimizni tanlab qo'yamiz. Visual Studio'dagi asosiy ko'znaklar mushu. Undan boshqa lozim bo'lganlarni mushu view tizimligidan chiqarib ishlatsak bo'ldi. Ondan Visual Studio'ningki biz eng jiq mashg'ulot qilgan qismi bu o'ttirdagi mashg'ulot rayoni. Bu yerda odatda ikki xil narsa ko'rindi. Birisi laylash ko'znagi. Yani bu yerning hammasi laylash ko'znagiga tabi. Buning ichida hozir ko'znak bor.
ko'zdakning ichiga boshqa narsalarni qo'yib laylash yaparmiz. Ondan kod ko'zniki. Bu nurg'un hujjatlarni bir vaqtda ochqili bo'ldi. Qolgan birini tanlab ishlatamiz. Ondan Visual Studio'da ko'znaklar nihoyatda erkin tanishigili bo'lgan holatda laylangan. Biz ko'znaklarni ehtiyojimizga asosan u yoqqa yo'tkab ishlasak bo'ldi. Masalan men Project Property ya'ni xoslik ko'znikini sol tarafga yo'tkab ishlatmoqchi bo'lsam, buni tutib so'rab egansam, bu yerda nurg'un belgilar ko'rindi. Buni qayerga qo'yasiz? O'tirib qo'yamsiz yoki yong'imi deganga o'xshash. Masalan buni men bu sol tarafga qo'ymoqchi. Sol tarafning ostiga qo'ymoqchimi yoki sol tarafigami yoki o'ng tarafigami yoki ustida chiqamdi yoki bo'lmasa toolbox bilan birga chiqamdi. Men birga chiqadi chunki xosliklarni aytijak uzun chiqmasa olmaydi. Mening bu ahvolda xoslik ko'zniki bu yerga qo'shildi. Qurol sanduq lozim bo'lsa buni bassam bo'ldi. Buni yo'tkuyli bo'ldi. Boshqa ko'znaklarni men shunday o'tirib qo'yay desakmi qo'yg'ili bo'ldi. Ne qo'ysak o'zimizning ixtiyori. Shuni qo'yib ishlasak bo'ldi. Endi ko'znakniki hozirgi musholda Visual Studio'ning laylab qo'ygan dastlabki ko'ngildagidek holati. Bu eng qulayli holatda. Odatda mushuncha bo'yicha ishlasakmi bo'ldi. Shuning bilan Visual Studio'ni tunishtirish to'g'risidagi mazmunlarimiz bu yerda tugadi.